Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurilib, rasmiy faoliyat boshlagan va ayni chog'da Xalqaro adolat devonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milosevichni sudlagan mashhur sudchi Chifernais Efendi bu sud kollegiyasining bosh sudchiligini mamnuniyat bilan o'z ustiga olgan edi. Mazkur sud mahkamasi 7 nafar baholash va hukm chiqarish hay'atidan tarkib topgan bo'lib, hozirgacha bo'lgan oraliqda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining maslahatchisi, bosh qonuniy tadqiqotchisi va yordamchi riyosatchisi bekitilib, ommaga ochiq maxsus to'r sahifasi ochildi va qisqagina vaqt ichida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik 10 ming betlikdan ortiq dalil isbotlar va materiallar to'plangan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, sizlarni Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining qurilish maqsadi, roli va ahamiyati haqida yanama atrofli tushunchaga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komitetining mudiri, Kanadadagi siyosiy faoliyatchilarimizdan Mehmet To'xta afandim bilan Markaziy Norvegiyaning Oslo shahridagi Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori va Norvegiya Uyg'ur jamiyatining raisi hurmatli Baxtiyor Umar afandim bilan taklif qildik. Hurmatli Mehmet To'xta afandim va Baxtiyor Umar afandim, bugungi Uyg'ur ovozi suhbatiga alohida vaqt chiqarib qatnashganligingiz uchun rahmat aytaman. Programmaga xush keldinglar. Hoş bulduk. Köp rahmat. Hurmatli Mehmet To'xta afandim, oldin bilan programmamizni sizdan boshlasak, chet eldagi ba'zi qarindoshlarimiz ichida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi haqida yanada qisman tushuniksizliklar bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayni chog'da nima uchun bu sud kollegiyasini qurishni tashabbus qilgan edi? Mushu haqida biroz ma'lumot berib o'tamsiz. Köp rahmat. Demisimi qarindoshlarimiz tushunmagan ba'zi hukmlar mavjud. Bu hukmlar xalqarodagi shu davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi to'qnashuvlarni hal qilish mexanizmisi. Anadagi davlatlarning normal o'zining davlat bo'lish axloqidan chiqib her xil insoniyat qabul qilmaydigan jinoyatlarni o'tkazganda bularni qanday qilish to'g'riliq xalqaro qurilgan mexanizmlar. Bu mexanizmlar yaxshi tushunilmagani uchun biz faqat uning ismini bilib qolganimiz uchun shu xalqaro organlardagi mushalqiliq mexanizmlar haqida tushunchaning kamligidan hozir bizning Uyg'ur sud kollegiyasi haqidami tushuncha shuning kamligi shundan chiqyapti. Oldi bilan qisqacha ikki hukmni men qarindoshlarga xotirlatib o'tmoqchi. Shu davlatlar o'rtasidagi har xil jinoyatlar qaraydigan dunyoda ikki organ bor. Birisi xalqaro jinoyat sudi. Buni inglizcha International Criminal Court deymiz. Bu xalqaro jinoyat sudi yoki sud mahkamasi davlatlarni boshqargan davlat boshliqlarining o'zining fuqarolarga qarata sodir qilgan jinoiy qilmishini surishti qildi va jazolaydi. Buning eng yaxshi misoli Milosevic. Yana birisi xalqaro adolat divoni. Buni inglizcha International Court of Justice deydi. Bu organ davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi to'qnashuvlarga qaraydi va davlatlarni jazolaydi, shaxsiyni jazolamaydi. Endi bizga hozir shu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sodir qilayotgan qirg'inchilik, insoniyat qarshi ishlangan jinoyat bu nihoyatda ig'ir terminologiyalar. U ig'ir terminologiya deganimiz salmoqning ig'irligi emas, buningdan kelib chiqqan oqibatning va mas'uliyatining ig'irligiga qaratilgan. Chunki bir davlat o'zining fuqarolariga qarata ishlangan jinoyatlarni bo'libmi Ikkinchi dunyo urushidan keyin 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilishi harfisida va shu jarayonda Ikkinchi dunyo urushida hammamiz bilamiz, davlatlar hem bir-biri qarshi jinoyat ishildi, hem o'zlarining fuqarolarga qarshi jinoyatlarni sodir qildi. 100 millionlagan inson o'ldi, bir qancha 100 million inson yurt makonlaridan ayrilib sargardon bo'ldi. Shunday ahvolda xalqaroda bir o'rtaq bir platform yoki bir sahna qurish. Bu qurilgan sahnada
devletler korallarını işqi silish emas, balki diplomatiyani işqi silish orqali o'zaro paranglashib masalalarni hal qilish maqsadida Birleşken Devletler Teşkilatı qurildi. Şu İkinci Dünya Urushidan keyin hozirgacha dünya xarakterli cho'ng urush bo'lmasligining birdan bir sababimi hech bo'lmasa do'st olsun, düşman bo'lsin, davlatlar bir araga kelib halqılık meselelerdə fikirləşib, söhbətləşə alaydigan şundaq bir meydan bo'lgani uchun dünya xarakterli urush bo'lmadi. Endi İkinci Dünya Urushidan keyin qurilgan bu Birleşken Devletler Teşkilatı davlatlar o'rtasida suhbat yoki to'qinishlarni hal qiladigan bu mexanizm qo'ygan bilan yana bir jihatdan shu vaqtlarni vaziyatini qarasak 100 millionlarcha inson uy makonlaridan ayrıldı, qirg'inchilikka uchirdi. Şu dünya urushining bevosita qurboni bo'lib, davlatlarning ishlagan, sodir qilgan jinoyatlari bo'yicha har xil fojialarni beshidan o'tkazdi. Endi mushuninga qarab chiqish bo'libmi, Yahudiylarni markaz qilgan shu qirg'inchilik qarab chiqish uchun xalqaro jamoat ikki organni qurib chiqdi. Ya'ni buning birisi Xalqaro jinoyat sudi, International Criminal Court. Yana birisi davlatlarni sotlaydigan xalqaro adolat divani. Endi bu xalqaro jinoyat sudi bizga biroz munosabatli. Chunki bu sud davlatlarning o'zlarining fuqarolarga ishlagan jinoyatini surishti qildi va jinoyatga mas'ul shaxslarni, davlat boshliqlarini jazolaydi. Endi davlatlar o'zlarining fuqarolariga qanday jinoyat ishlaydi? 3 xil jinoyatni xalqaro organlar shu surishti qilish doirasidagi jinoyat deb qaradi. Birisi urush mezgilida ishlangan urush jinoyati. Urush jinoyati deganimiz urush mezgilida davlatlar qo'lida o'zini mudofaa qilolmaydigan ommaviy insonlar qarata qirg'inchilik, o'ldirish, her yurtlardan xona vayron qilish, shuncha jinoyat ishlagan bo'lsa, bu urush jinoyati bo'ldi. Endi davlatlar urush vaqtida ham jinoyat ishlamaydi. Tinchlik vaqtida ham jinoyat ishlaydi. Tinchlik vaqtida ishlagan jinoyatlarchi birisi qirg'inchilik. Buni milliy qirg'inchilik deb ataymiz. Yahudiylarning qirg'inchiligini Holocaust deb maxsus bir atalg'i bilan ataydi. Bu bir millatning qismen ya tamamını öldürüş, fizikalik ve cismani ve ruhi cihatdan ularga ziyankeşlik qilish, bilib turib planlı holda bularning o'limiga va shunday fizikalik va ruhi jihatdan ziyankeşlik urishini keltirib chiqaradigan tadbirlarni elish, bu uchinchisi. To'rtinchisi insanlarni yoki ma'lum bir guruhga yoki millat kitaba insanlarning tabiiy o'sishini va tug'utni cheklash. To'rtinchisi bolalarni bir guruhdan yana bir guruhga yetkazib o'tishda 5 turlik jinoyatni irqiy qirg'inchilik jinoyati deb qaradi. Yana bir so'ning qo'shilib şu xalqaro jinoiy ishlar sotining qaraydigan nimasi insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat. Bu insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatning tarkibi milliy qirg'inchilik qaraganda biroz kengroq doirada. Buningda 13 turlik jinoyat sodir sanab o'tilgan. Bu jinoyatlarni bizning vatanda yuz berayotgan jinoyatlar. Demek ki shundaq ahvolda hamda davlatlarning jinoyatini surishti qiladigan shundaq organlar bor. Bu surishti qilishga sabab bo'ladigan jinoyatlar aniq sharhlangan. Yana birisi bu jinoyatlarni davlatlar ishlagan jinoyatlarni surishti qilishning mexanizmlari va jarayonlari sharhlangan. Ya'ni bu xalqaro jinoyat sudi bir davlatni sotlash yoki bir davlatning jinoyatini surishti qilish uchun ikki shart qo'yilgan. Birisi shu davlat xalqaro jinoyat sudining qonuniy salohiyatini yoki o'zi haqida hukm berish salohiyatini e'tirof qilgan bo'lish kerak. Ya'ni shu sudga a'zo bo'lgan bo'lish kerak. Buni qonun tilida jurisdiction deydi. Yani şu sotning o'zi haqida chiqargan hukmini men qabul qilaman, men bu sotga a'zo degan bo'lish kerak. Ikkinchisi
Agar Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashi mushu dialoga qarab chiqish haqida mushu xalqaro jinoyat sudga taklif yoki qaror ya tavsiya bergan bo'lishi kerak. Mushundaq ikki xil ahvolda davlat boshliqlarining jinoyati surishti qilinadi va shu bo'yicha tekshirilib, dalillar ko'zdan kechirilib, shu bo'yicha hukm beriladi. Hamda masala Uyg'urlarning shunimsini tushunish uchun Rohingyalarga biroz ketish lozim. Chunki Rohingyalarning 5-dan o'tgan shu milliy qirg'inchilikmi, taxi shu 5-10 yil ichida yuz bergan voqealar bo'lg'achqa, bu xalqaro adliya jarayonlarini tushunishga ko'p yordam bo'ladi. Rohingyaliklarning bu jinoyatni sodir qilgan davlat Burma yoki hozirgi ismi bilan Myanmar. Hamdan ait kichik bir davlat, Xitoyning homiyisidagi davlat. Shu davlatga qarshi xalqaro jinoyat sudi da'vo ocholmay xili uzun turdi. Chunki bu da'voni ochadigan bir davlat chiqish lozim. Bir davlat buni shu sudga topshirish lozim. Eng oxirida shu Rohingyaliklarni xuddi biz mangandek Rohingya qirg'inchilik sudi deb ommaviy sud birini kurdi, ommaviy suddan qarorni chiqardi. Chiqargandan keyin bu sudlanish jarayonida o'ttirg'i tushgan jiq tekshirish natijalari, dalil isbotlar to'planib, bu dalil isbotlar o'sha xalqaro qonun bo'yicha ratlanib, hamma narsa sistemalashib, shu hukm chiqqandan keyin anadagi Gambiya bu dalillar qarab turib, Burma haqida şu xalqaro jinoyat sudiga Burmani aziz sundi va Aung San Suu Kyi uyaga berib o'zini mudofaa qildi. Shunlashqa Uyg'urlarning hozir shu milliy qirg'inchilik haqida Xitoy qarshi ilib berilgan adliya ko'rishida biz bilishga tegishli narsadan birisi xalqaro jinoyat sud mahkamasi mushaqqada bu xabarlar bo'layotdi. Uyg'urlardan ba'zi guruhlar, ba'zi advokatlar u yerga iltimos complaint yoki shikoyatnoma yo'llaganligi haqida xabarlar chiqyotdi. Lekin bu shikoyat yo'llandi degan gap u da'vo ichildi degan gap emas. Shikoyat yo'llandi. Hatta voy buni tekshirsanglar bo'ldi deb murojaatlarni yo'llandi. Lekin eng oxiri kelganda bu sudning ishlash qoidasi o'zlari allaqachon bekitib bo'lgan shu sudning adliya jarayonlari bo'yicha ishlaydi. Demakki adliya jarayoni deganimiz yoki bir u davlat shu xalqaro sudga a'zo bo'lish kerak yoki mayda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashi bu delo qarab chiqish haqida bu sudga taklif bergan bo'lish kerak. Bu ikki narsaga taqilib qoladi. Shuni biz nim qilgan bo'lg'achqa, shu sudning bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi bilan uzun muddat paranglashib, bu ishning oldi bilan bu Uyg'urlarning milliy qirg'inchilik bu hozir o'tayotgan fojialar dalillanishi kerak. Ya'ni bu xalqaro o'lcham bo'yicha dalillanishi kerak. Agar A yo'lda maqsad bu nurg'un to'salg'uliklar bo'lgani uchun oldi bilan mustaqil Uyg'ur sud mahkamasi qurib, hozir qo'limizda bor bo'lgan dalillarni qonuniy o'lcham shu xalqaro jinoyat sudining adliya jarayoni, dalillarni ko'rish, dalillarni analiz qilish o'lchami qanday bo'lgan bo'lsa, o'xshash o'lcham bilan bu dalillarni birdan bir tekshirib, shu dalillar asosida hukm chiqarilgandan keyin undan keyingi bosqich texnik oson bo'ladi deb biz bu yo'lni tanladik. Rahmat, hurmatli Mehmet To'xta efendim, yuqorida xizmatli bo'lgan tadbirlarni berib o'tgan bo'ldingiz. Hamda hurmatli Baxtiyor Umar efendim, siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur Adliya Arxiv Ombiri, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri tarafidan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga dalil to'plash xizmatiga mas'ul qilingan edi. Sizlar bu jihatda qanday xizmatlarni elib beryapsizlar? Mushu haqida ozroq ma'lumot berib o'tamsiz. Rahmat, oldi bilan mush fursatda Dunyo Uyg'ur Qurultiyi shundaqla tashkilotlar birligining bu xizmatni bizga ishini topshirganligiga rahmat aytamiz. Shundaqla bu xizmatni bütün kuchimiz bilan yaxshi o'rindashga tirishimiz. Shundaqla sizlarningki bu fursatni so'zlash fursatini berganingizga rahmat. Hamda biz bu xizmatni 10-oy topshirib olgandan keyin darhol shu Uyg'ur sud mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasi bilan bir qatimliq yig'in o'rlashtirdik. Bunun şu Jeffrey Nice efendi baş advokat
advokatlar maslahatchisi, andan keyin shu aloqaga mas'ul xodim 5 kishi bu yig'in qatnashdi. Bizdan 5 odam yig'in qatnashdik. Ulardan yana bir qadamda ilgirlagan holda qaysi xildagi dalil isbotlarniki muhimligi, qaysisini boshda zarur deb qarab topshiriq tegishliligini, andan keyin yana qandoq bizning qo'limizda bo'lmagan qandoq dalil isbotlarniki ular lozimligini, qandoq guvohlik berilganligi to'g'riliq tafsiliy shu dalil isbot to'g'riliq so'zlash. Ularning talablariga asosan ve o'zimizning qo'lida hozir bo'lgan dalil isbotlarga asosan biz 5 turlik dalil isbotni bir oyning ichida topshiradigan bo'ldik. Bularning birisi shu lager shohidlari. Bunu degan chog'da Sayragul Saudbay xonim, Zumrat Davud qatorliq 7 andan keyin kim bor? Ömer Bakali, Qalbinur muallim qatorliq 7 odamniki. Chunki bu 7si aktiv holda shu doimlik guvohlik berib kelayotganlar. Xalqaro matbuotlar taniydiganlar. Ham bir qismi buning ichida Uyg'ur, Qozoq, O'zbek bor. Anadan keyin bular bir qismi o'qituvchi bo'lgan, bir qismi shu lagerda yetib chiqqan. Birinchi qo'l dalil isbot topshira oladiganlar bo'lganligi uchun bularning qisqacha tarjimonini biz bekitib, qaysi lagerda qanday yotganligi, qachondan qachoncha yotganligi va qanday ma'lumotlarni topshira oladiganligi to'g'riliq bu isbotlarni yig'ib oldi bilan buni topshirdik. Bu shu o'tgan haftada bo'ldi. Bizning ikkinchi qatimlik yig'inimizda buni topshirgan bo'ldik. Andan keyin ikkinchi turkumda shu tizimlangan bizniki Adliya arxiv bombirniki, arxiv bombirdagi shu ziyonkashlik uchirg'ichlarniki tizimligi. Bunun ichida endi hammani topshirishga bo'lmaydi. Lekin biz bularda ilqi suzgish qilib ba'zi kishilarniki guvohlik beruvchilarniki oshkorlashga bo'lmaydi deganlarniki ismini o'chirib ismini o'chirib ismini bermadik. Andan keyin shu guvohlik berganlarning hech qaysisiniki uçuri bundan chiqarib etildi har qanday qadamniki. Masalan, kimning guvohlik berganligi to'g'riliq bundan uçur yo'q. Agar ular yana bir qadam ilgirlagan holda, shu qo'limizdagi barliq uçurlarning har qanday bilan aloqa qilishimiz, agar bular sotga kelib guvohlik bersin yoki bo'lmasa boshqa bir shaklda sotga chiqib bersin yoki boshqa shaklda guvohlik bersin degan taqdirda biz ular bilan aloqa qilishib, shu aloqa ko'riklik rolini o'taydiganligimizni dedik. Bunda bo'lgan chog'da sotniki nihoyatda qattiq talabi bor shu maxfiyatlikni saqlash to'g'riliq. Biz Uyg'ur Adliya arxiv bombirniki shu qattiq talab bo'yicha yig'yapmiz xalqaro qonun bo'yicha bu uchurlarni. Shunda bo'lgan chog'da bu maxfiyatlik nihoyatda qattiq saqlangan. Andan keyin shu biz hozirgacha yig'yotgan videolik guvohliklar bor. Bu guvohliklarniki hammasini buning uchun oldi bilan Amerika Uyg'ur akademiyasi shundaqla hürmetli doktor Rishad Abbas akimizga rahmat aytishga to'g'ri keldi. Bundan keyin shu Uyg'ur akademiyasidagi Gulnar xonim bosh bo'lib, shu butun video testimoniyalarni tarjima qilish berdi bizga. Nihoyatda uzun vaqt ketdi, ham jafoliq bir xizmat. Lekin bu tarjimaga qatnashgan barliq kishilarning ismini bilmaganligimiz uchun sizga rahmat aytishga amalsiz. Lekin bu videolar nihoyatda tartibli shaklda tarjima qilinib, bularningki to'g'ri ulanishi, guvohlik beruvchilar, shundaqla bu guvohlikniki videosi bilan teksti bularga topshirilgan bo'ldi. Bundan boshqa yana Istiqlol televiziyasi bizga shu portlagan sukut nomidagi shu guvohliklar, buning ba'zilari suhbat shaklida, ba'zilari rasmiy guvohlik 97 guvohlikni topdi. Bunu biz pishiqlab ishlagandan ashlab foydalana oladigan shaklda topshirmoqchi. Andan keyin yana birisi shu butun Sharq Turkistonga biz topa olgan lagerlar. Hozirgacha lagerlarniki tepilganlar o'xshamaydi. Masalan, Shavunjonniki topganlari andan keyin bu Avstraliya siyosat strategiya tadqiqot markaziniki topganlari qatorliq bir qismlari bor, lekin buning ichida ba'zilari turmalar lagerlarga aralashtirib etilgan, hatto buni muxbirlarmi ba'zida almashtirib qo'ydi, chunki ular o'zi shu Sharq Turkistonlik bo'lmaganligi uchun. Chunki buning shakli asosiyatda o'xshaydi.
türüm bilen lagerini farklandırmaktayız. Şu sebepten biz pakatlı lagerlarını özümüzden kulda hazırgıcı 180'den artık şu lagerninki 200'den artık yani türmüninki arxivlaştırılgan sistemimiz var. Bu fakat geologiyalik o'rni emas, bu ko'limi, hajmi, qanchalik odam borligi qatorliq 30 dan ortiq uçur bor har bir lagerninki. Bu nihoyatda mukammal izlab chiqarilgan bir isbot. Buni topshirdik. Anandaki şu lagerda ziyonkashlikka uchrab o'lganlarniki tizimligi bor. Bu şu 5 turda bularga birinchi qadamda uçurlarni topshirdik. Hamda buningki yana ishlanayotganlari bor. Yana to'xtamay nurg'un uçurlar kelyapti. Nurg'un videoluk guvohliklar kelyapti. Bularni jamlagandan keyin biz yana oldimizdagi tunji qatimliq sot kelar yili 4-oyda bo'lmoqchi. Mush vaqtgacha amal bor o'zimizning qo'ldagi barliq uçurlarni shuningga topshirish tirishimiz. Bundan boshqa yana biz o'ylagan organ atkazchiligi to'g'riliq o'tganda Aqsudagi bir lagerniki Erkin Asiyo radiosida e'lon qilindi. Mushuningga o'xshash bir qism dalillangan uçurlarımız bor. Anadaki şu mecburi emgek to'g'riliq. Bu bütün Sharqi Turkiston mundaqcha aytgan chog'da bir qul bozorga aylanib qoldi deyishga bo'ldi hozir, lekin buningki ham keyingi vaqtlarda chiqqanligi uchun biz to'liq dalillangan isbotlarni butunlay qo'lga tushirib qo'yganimiz yo'q. Ham buni ham mumkin emas hammasini tepish. Shundaqdimi mushu to'g'riliq jiddiy izlanayotimiz, ham xizmat ishlayapmiz. Rahmat, hurmatli Baxtiyor apandim. Endi Mehmet To'xta apandim, siz Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining strategik ahamiyatiga qanday qaraysiz va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini xalqaro rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirishda bu sud qanday rol o'ynaydi? O'sha haqida o'z fikringizni bayon qilib berasiz. Ko'p rahmat. Bu sudni qurishda hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi xilijiq o'ylanib, mutaxassislarning fikrini olib, hatta New York'a bir qancha qatim safar qilindi. New York'da mush ishlarning ahli bo'lgan mutaxassis mushlarga dunyo xarakterlik shu milliy qirg'inchilik delolariga aralashgan advokatlar guruhlari bor. Anadaki Kanada Montreal'da şu Genocide Prevention Center deydi. Milliy qirg'inchilikning oldini olish markazida mush Concordia University tarkibida bir maxsus organ bor. 2019 yıl 4. ayda Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa efendim Kanada'ya ziyaret qilganda şu organ bilan bo'lgan faoliyatimiz var, hatta bir konferansım var. Mush faoliyatlar hammasi bekor bo'lgan narsalar emas. Mush xalqaro mush milliy qirg'inchilik haqida tadqiqot olib borgan, hayotini kasbiy şu ish nimasini vaqtini mushuning sarf qilgan nurg'un organ va mush haqidagi mutaxassislar bilan mushu hazır 5 yıl ötüvatkan milliy qirg'inchilik fojiasini xalqaro qonun bo'yicha xalqaro organlarda buni qandaq ko'tarib shu Xitoy hukumatini qanday jazolash haqida jiq o'ylangan jiqning qaygan. Endi men boshda degandek xalqaro jinoyat sudi shuning uchun qurilgan, lekin bu sudning cheklamalari bor. Bu cheklamalari bazı devletler, Xitoydagi devletler, Birleşken Devletler Teşkilatı'na münasebetlik mexanizmlarda özünü rad qilish huquqi bo'lgandan rad qila oladi. Ikkinchidan, nurg'un devletlarning bu Xitoy bilan bo'lgan yolg'iz iqtisodlama emas, siyosiy, diplomatiyalik, yana nurg'un munosabatlari sababidan Bermaga qarshi Gambiya bu davoni ko'tarib o sotga ilib borgan bilan Xitoyga qarshi Uyg'urlarning davosini ko'tarib chiqadigan davlat bormi? Mas'ul o'tirib tushadi. Ammaviy tashkilotlar albatta shikoyat yo'llay oladi, lekin bu davoning bo'lishi uchun bu davo rasmiy ariznamega aylanib, shu yerga topshirilib, shu normal shu adliya jarayon boshlanishi kerak. Shikoyat qilib qo'ygan bilan adliya jarayon boshlanmaydi. Muşularning hammani o'ylanish orqali boshqa millatlar qanday qildi? Buning qarag'imizda shu mustaqil maxsus shu masalan Rohingya va boshqalarning milliy qirg'inchiligini tekshiradigan maxsus sudlarning tarafsiz sudlarning qurilganligini ko'rdik.
Onda bolsa bizmi oldi bilan tarafsiz mush ishni biladigan shu xalqaro organlarda ishlagan va dunyo miqyosida ishonchlik nimasi bor, obrazi bor, mushundaq sotchilar bilan oldi bilan buni mustaqil bir sotda biz sotlashga topshiraylik. Yani bunun ahamiyeti şu. Bu qarindoshlarimiz buni voy ommaviy sotgan oyo, bularning chiqargan hukmnomasi ijro qilish huquqi yo'qkan degandek ba'zi narsalarga isilib oladi yoki shuni asos ko'rinib qo'ydi. Bu sot jarayonida shuni unutmaslik kerak. Hozir Baxtiyor Umar apandi shunaq muhim masalalarni o'tirib qo'ydi. Bu butun paket hozir dalil olib 15,000 batdan ortiq paket dalil topshirildi. Muşu paket daliller İngilizce'ye tercüme buludu. Xalqaro qonun talab qilgan o'lcham bo'yicha dalillarga o'rilib, qaysi bevosita birinchi qo'l dalil, qaysi mutaxassislarning fikriga asoslangan dalil, qaysi ko'rgi shohidlar deymiz, ya'ni shu lager nimalarni o'sha hammasi bir yerga to'planib, o'sha adliya nimalari bo'yicha ölçemleri boyunca bu sotda qarab chiqarildi. O sotda şu Uyg'urlarning milliy qirg'inchilik haqidagi Xitoylar ishlagan jinoyatni sotlash xalqaro shu jinoyat sotining o'lcham bo'yicha bo'ldi. Anadan eng muhim narsa bu hukmnoma. Hukmnoma e'lon qilishni qarindoshlar ashadlam to'xtab qoldi. Bu xalqaro nurg'unlagan bu demokratik davlatlarda bir hukmnoma e'lon qilish bilan shu hukmnomaning e'lon qilinish yoki shu hukmga qanday olib shu hukm chiqarildi shuning sababi yoziladigan gap. Turkiya to'g'anlar pat anglaydi buni gerekçilik qarori deb ataydi. Eng muhimi shu hukmga sabab bo'lgan tafsilotlar, paketlar, dalillar. Bir sotchi şu kararını bergende ma ispat, ma ve delil, ma ve başka kolluğucu paketler bilen her bir cinayetke hüküm verirdi. Şu bu hükümün sebebi, yazıldığın sebebi en az 300 bet etrafında buldu. Ma 2 yıl bu yılın başında Xitoy sot edip, şu organ yetkaş hakkında Falun Gong'larının okşaş sot buldu. Aşının da yazılgan şu kararının sebebi 200 bet etrafında. Mana bu xalqaro kanuni hüccet hesaplanır. Yana bir jihatdan, hazır Kanada parlamentinin kişilik hukuk komiteti bunu milliy qirg'inchilik deb atadi. Men 10-21 kuni shu qaror chiqarilgandan keyin shundaq taqozo olib kutib baxtim boshqa davlatlarni ergishamdi deb. Amerika'dan ovoz chiqmadi, boshqa yerdan ovoz chiqmadi. Demakki, bu yerda belgilik bir hem Xitoydan qo'rqish bor, ikkinchidan ma so'zni yengil ishlatgili bo'ladigan so'z emas. Buni ishlatsak qo'limizda yetarlik paket bo'lishi kerak. Bu. Anadan keyin Xitoylarning tashviqotini shuni unutib qolmaslik kerak. Bu Uyg'urlarning hozirgi fojiasi, bu g'arb dunyosi uydurib chiqargan Xitoyni yolg'iz qoldirish va Xitoyning yo'lini kesish uchun uydurgan bir bahonada Xitoylar bu tashviqotlarni qilyotdi. Bu tashviqotlarning O'rta Sharq davlatlarida, Afrikada ba'zi yerlarda xilnisi bor. Ta'siri bor. Buni yo'q chiqarmas kerak. Endi qanday bo'lmasin, davlatlarning chiqargan qarorlari, mayli Amerikaning e'lon qilgan qarori bo'lsin, Kanada parlament bu siyosiy organlar bo'lgani uchun bu chiqqan qarorlar yana ba'zi mutaxassislar ya ba'zi organlar tomonidan siyosiy qarorlar deb qaraladi. Yani belgelik siyasi maqsadda Uyg'urlarni shu yem qilib yoki Uyg'urlarni bana qilib Xitoyning kaçtığı birini urush uchun Uyg'urlarni ishlatyapti degandek savol isharati doim bo'lib turdi. Endi ma Uyg'ur mustaqil milliy qirg'inchilik soti mushularga javob berdi. Bular bütün delillarni hozirda dalil topshirish bosqichi oxirlashmadi. Dalillar topshirilyapti, dalillar tarjim bo'linyapti. Bu yerda ovozliq dalillar var, ko'rinishlik dalillar var. Şu facialarni ko'rgan shohidlarning bayoni var, anadagi tekshirish dokladlari var. Ballardan ayrılgan nurg'un ota-onalar var.
Demek muşa deliller hemmisinin bolap bu karar meyli milli kırgınçılık hakkında verilsin bu sottan. Yaki Xitay hükümetinin insaniyetke karşı cinayet işildi degan tarakkada bulunsun. İkincisi şu kırgınçılık karakterine ega halkarada jazalanış talep bulunan cinayetler. Hem de bu kararının az sebebi mühim. Az sebebi delilge asasen yazılıdı. Mana mavi yazılgandan keyin bayatım ben dep ötep ketken kallısıda her xil guman ba yoki bu ishning keyinida bir siyosiy o'yin bormidi deydigan narsalarga dalillar asosida yozilgan qarorning sababi İngilizce reasoning deymiz, Türkçe gerekçeli karar deymiz, Uygurca bundaq narsa bormi yo'q bilmayman men. Elaka sotlarning hükümler mana hüküm berildi deb qo'ydi Xitoylar odatda nimada. Lekin sababi yozilish kerak. Nima deb sotchi shu hukmni berdi? Qaysi paket, qaysi dalil ma'no bo'yicha yozilish kerak. Ma Uyg'ur sotida hamda dal shu qarorning sababi yozildi. Hukmnomaning sababi. Bizga eng muhim bo'lgan narsa shu. Hamda bu narsa yozilgandan keyin bu o'sha xalqaro organlarning ishlatilishiga suniladi. Anandan keyin xalqaro jinoyat sud mahkamasiga arz qilganda narsa qabul bo'ladigan, şu sot işiltələydiğən, delillengen, ispatlangan, sotlangan, her xil tekşürüşdən ötken delil bulab, anıdın ki, halkara cinayet sotuda bu işinin əhmiyyəti oludu. O bu misal, gazetdən çıkan xəbərlər bilən, ya ki bir alimnin ilan qıyğan, ya ki tədqiqatçının ilan qıyğan tədqiqat doklatı bilənlər, mamında iş oldu degen bilən, sotның qaraydiğan nəsisi delil. Gizit xəbərləri emas. Bir tədqiqatçının dokladı emas. Sotның qaraydigan nəssi delil. Çünki bu milli qırğınçılıq nəyət iğir bir söz. Bu iğir bir sözge hüküm qilish üçün talab qilgan delil ve onun nimelerimi, şartlarımı, ölçemlerimi iğir. Bunu qabul qilish kerak. Oldu bilan şu ölçemni biz ado qilishimiz kerak. Hozir xalqimizga mush munosabat bilan shuni deb qo'ymoqchiman. Bayatım ben bu milli qırğınçılık cinayetinin bu xalqaro qonunlardagi aniqlamasının 5 omelini yoki 5 elementini ben qisqacha sanab o'tdim. Yani bir millatga qartilgan topyekun yoki qisman. Yani bu milli qırğınçılık bo'lish uchun bir millatning tamominin o'lgan yoki tamominin şu milli qırğınçılık qırğınçılıqның aniqlamasida bekitilgan 5 omilning hammasi yuz bergan bo'lishini atayın. Hamma odamga yuz bergan bo'lishi shart emas. Bu yerdagi masala bir millatning qisman yoki tamoman holda o'ltirilishi jismoniy va ma'naviy jihatdan psixologiyami shuni kiradi. Ziyon kashlikka uchragan bo'lishi bu 2 3 hisoblab turib qasdallik bilan şu milletning yoki şu qo'lg'agan yoki tutuqlagan lagerga sağanlarning iğir yoki o'lishiga yoki jismoniy va ma'naviy jihatdan ziyonkashlikka uchrashiga sabab bo'lgan bo'lsa, bu 3-omilni men bu yerda qisqacha qarindoshlarga tanishtiray. İngilizce calculated damage. Bu degani Tehratan soğukta tala -20 derece bir insanni muvaffaq kiyim bilan emas, shunda Allah talağı chiqaraversiniz, bu insonni siz o'ltamidingiz. Lekin insonning o'lishini bilasiz. Qahratan soğukta o'lishini bilasiz. Bu kalki hesaplangan ziyonkashlik deganmi shu. Lagerga bir adamni soludingiz. Bu adamning qon besimi bor yoki bu adamning har xil masalan diabet kasali bor. Bu doğru yeyish kerak bu adam. Sen bu doğrunu bermedin. Bermegen bolsang, bu hesaplangan ziyonkashlik qildi. Ya bu adam o'lidi, chunki o'lishini bilsa. Sen bir odamni cho'l, jaziraga tashlab qo'yding, suv yo'q, yeydigan yo'q, ishadigan yo'q. Sen bu odamni o'tamiding, tashlab qo'yadi ketding. Ama şu odamning ashari o'lishini bilsa, hesaplangan ziyonkashlik deganmi shu. Qarindoshlar mafhumni yaxshi tushunish kerak. O'ltadi, uni bunday deyish oson. Jismoniy ziyonkashlik uni mi deyish oson? Ya qiyin qisqa buni kiradi.
psixolog mesela uyqudan bedar qilish buning ichiga kiradi, jismoniy va ma'naviy jihatdagi ziyonkashlik bunda qarab bilamiz. Üçüncü amili gerçi Xitoy yoki lagerning saqchilari ya boshqalar o'ltamigan bo'lsa-mu, bir odamni qorong'u yoki har qanday zindonga solab, manch kun suv bermasang, buni o'lishini bilsa, qiynaversang bu odamning o'lishini bilsa, hayotiy organlarga tepsang bu odamning o'lishini bilsa, hesaplangan ziyonkashlik. Bu üçüncü madde. Şunlaşka milliy qirg'inchilikda cho'qim o'q bilan top yekkan qirg'inchilik degan gap yo'q. Bir millatning qisman yoki umumisini shu qismatlarga giribtor qilgan bo'lsang, mush partiyalarga giribtor qilgan bo'lsang, yana sen milliy qirg'inchilik jinoyat o'tkazgan bo'lsa. To'rtinchisi tug'utni cheklash. Hozir Uyg'ur ayollarning mecburi har xil uskuna asboblarni badaniga yerlashtirish orqali bularning homila qilishini, bu homila qilishini to'sash. Bu narsada hamda chet ellardagi bo'libmi 2011-12dan keyin chiqqan Uyg'ur xonimlarimizning agar o'zida shunday nima bo'lsa, cho'qim doktorga tekshirib bu narsani aniqlash kerak. Şu yaqinda bu haqida bir safarbarlik bo'ladi, men bilsam. Kanadadan bir grup doktorni avatimizda maxsus mush ishqa Turkiyaga bir tirishchiligimiz bor, ama kasallik sababi bilan ishlarimiz to'salg'iga uchradi. Bu narsa muhim, chunki agar sen bir millatning nufusining o'sish nisbati 2.1% davom qilsa, bu nufus o'smaydi, kamlamaydi. Bu nufus tap-tekshimoqdi. Agar 2.1%dan to'van bo'lib qolsa, ya'ni bir xotin 2.1 bala, yani 2 baladan jiq bala tapmasa, bu nüfus o'sbiti o'smayli shunda davom qildi. Agar nüfus 2 baladan tuvallab ketsa, u millat o'lidi, yo'qoladi. Yani biroqli yo'qolmaydi, bir qancha avloddan keyin yo'qoladi. Bu xalqarada aniq qo'ygan bir qoida. Shunlashqa 2.1% nüfusning tabiiy o'smay, kamaymay davom qilishining halqiliq sirliq son shu. Hamda Xitoy nima deb 80%, 90% Uyg'ur ayollarga bu tug'maslikni qildi. Bu deganlik, hozirgi sharoit qarasak, Uyg'ur erlarini ichkariga yoki qulluqqa, yoki lagerga, yoki turmaga, ayollarga tug'maslik. Bunda deganlikin, shu bir avlod yoki bir nasl ichida mushular o'lib ketsa, keyingi avlodlar asosan keyingi 2 avloddan keyin Uyg'ur qolmaydi degan gap. Bu hisoblangan ziyonkashlik. Endi eng oxirgi omili shu milliy qirg'inchilikning balalarni bir guruhdan boshqa guruhga o'tkazish. Sen balalarni o'ltamiding, ammo u balani shu guruhdan yo'tkab ketgandan keyin u guruhga tava bo'lgan ijtimoiy, madaniy, diniy, milliy bütün alayidliklardan mahrum qilib, u nimani ijtimoiy injenerlikmi deb qo'yamiz, buni boshqa odam qilib yasab chiqsa. Şunlaşka bu mu milliy qirg'inchilikning 5-omil bo'lib turdi. Şunlaşka bu milliy qirg'inchilik masalasida dalil to'plaganda qarindoshlar, Xitoyning o'ltaginini ko'rmadim, andaqini ko'rmadim va mushadaning 5 omilning hammasining bo'lishi shart emas. Mush 5 omilning xoligan birisi bo'lgan bo'lsa, bu milliy qirg'inchilik kirdi. Shunda bo'lg'achqa bizning qarindoshlarimiz tug'ut cheklashga duchar bo'lgan, Xitoy hukumatidan shu majbur qilingan, bola soldirib o'tilgan bo'lsa, mana bular nimbasi bo'ldi, guvohligini bas bo'ldi. Bolalardan ayrilib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, bolalarni Xitoy ruxsatsiz, bularning ma'qulligisiz bir yerga akitib hozirgacha xabar bermagan bo'lsa, o'zlarining bolalaridan uchur olamagan bo'lsa, milliy qirg'inchilik aniqlamasining 5 moddasiga dal shu kiradi. Bu qarindoshlarimiz dadillik bilan ifoda berish kerak. Cho'qim malaka Xitoyning o'ltagini, ziyonkashligi cho'ng narsa emas. Mush hozir ko'z oldimizda bo'layotgan narsalar shu milliy qirg'inchilik aniqlamasidagi halqiliq omillar. Mana hozir bizning qilayotgan ishimiz dal mushularni to'plash. Hozir 15,000 bet material, dalil to'plan degan gap, mushular to'plandi degan gap. Endi mushular tarjim bo'ldi degan gap. Mushular asosida hukm chiqarildi degan gap. Hüküm çıkarılganda, nima deb shu hüküm çıkarıldı, onun sebebi yozildi degan gap. Bu bir qonuniy hujjat olab 5-6 hatta 1000 betlik bir qonuniy hujjat oldu. Bir arxiv bo'ladi. Anadan keyin
xalqaro jinoyat soti yoki har qanday o'zini men insonparvar, inson haqlariga hurmat qilmaydigan davlat dalildan keyin harakat qilmay turolmaydi. Shunglashqa qarindoshlar buningga haliqi insonlarning kallasi shu narsa bor. Yo'g'on bir sot tursa nimada qurultay mundaq ishlar bilan yapilishidi. Haliqi biz bağ'andan keyin vatanda fojialar ig'ir bo'lgandan keyin nima deb shu ismi yo'g'on xalqaro jinoyat soti, xalqaro adolat divoni shunga bormaymiz. Nima deb orqali qilmaymiz. Men boshda degandek, uning shunday cheklamalari bor. Lekin mavu Ashiyaga berishdagi eng asosli keraklik bo'lgan dalil to'plash, dalillarni turlarga ayirish, hamma qonuniy jarayonlar manayta ason va qisqa vaqt ichida mavjudgan bo'ldi. Ya'ni kelar yili ma vaqtida biz e'lon qilgan hukmni talash tartish qilgan bo'lamiz. Hukmga sabab bo'lgan omillarni, hukmning sababini 5-6 balkim shunday taxmin qilyapmiz hozir. Shundaq bir hujjatlarning e'lon qilinganligini talash tartish qilganmiz. Mana bu har qanday mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti olsun, mayli xalqaro adolat divoni olsun, mayli xalqaro jinoiy ishlar soti olsun, mayli G'arb dunyosi, Yevropa birligi, mayli islom dunyosi. Hujjatlar chiqqandan keyin u vaqtida kichik tilini yutishga majbur bo'ladi. To'xtab turmaydi, mundaq ishlar bo'lib o'tibdi. Hozirgi 2 oy bosqichi bu. Adliya rangimiz bu ishning xarakterimi o'zgaradi. Bu ba'zi davlatlarda bor. Masalan, bu Xitoylar va Uyg'urlarni tarbiyalayapti, unda ish yo'q. Hamma narsaga birdan-bir javob berildi. Uningdan keyin qarshi taraf buni rad qilish uchun shunga o'xshash qonuniy bir hukmnoma yoki shunday narsadan birini o'tirib chiqarish lozim. Yolg'on gaplar oqmaydi. Shunlashki bu hozirmish Uyg'urlarning hozirmish dunyo Uyg'ur qo'lidan qilayotgan Uyg'ur sud mahkamasi oldimizdagi nurg'un savollarga mush javob beradi. Anadan keyin xalqarodagi nurg'un yo'llarni mush ochadi. Shuning uchun muhim. Biraz uzun so'zlab ketdim, xafaman. Rahmat, hurmatlik Mehmet To'xta efendim, yuqorida nihoyatda muhim bo'lgan nuqtalarni o'tirib qo'ygan bo'ldingiz va hozirgi bu sudning ahamiyati va xalqimizning buning qarshi va buning ustiga majburiyatlari haqida to'xtalib o'tgan bo'ldingiz. Endi hurmatlik Baxtiyor Umar efendim, mushu sud kollegiyasini dalil isbot bilan ta'minlashda nimalarga diqqat qilish kerak? Bu vaqtdagi konkret talablar qaysilar? Mushu haqida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rahmat. Biz oldida bir necha qatam mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayı suhbat o'tkazdi, webinar qildi. Bizmi 2 qatam ko'rish başında sud shu dalil isbot to'g'riliqlarini alishdik. Ulardan har qatam so'ralgan chog'da sizlarga nima eng muhim? Sizlarga qanday dalil isbot shaklida bo'ldi deb jamoatni tushdi, bizmi so'radik. Chunki eng oldidagi so'raladigan savolmish. Lekin ularning degini har qanday dalil isbot biz uchun muhim. Bunun qaysini boshda, qaysini keyin topshirish emas, har qanday dalil isbot bo'lsa, siz uning sal qarmay, o'zingiz shu zulmga, shu qirg'inchilikqa shohid bo'la oladigan har qanday isbot bo'lsa topshiring, oldi bilan shuni topshiring deydi. Bu haqiqatan to'g'ri. Masalanga desak, bu lagerda o'qituvchilik qilgan Qalbinur muallim oldingi kuni shu o'ziniki qisqacha tarjimalarni ratlash jarayonida biz bilan nihoyatda muhim shu majburiy emgak to'g'riliq nihoyatda muhim bir dalil isbotni bizga topshirdi. Aslida o'zimni his qilib ketmagan, lekin bu o'rinniki biz aniqlab chiqib, keyin ko'rinishni qanday shirkat qaysi manbalarga tutishadigan bir qator narsalarni isbotlab chiqqandan keyin buni nihoyatda zo'r bir zanjir ekanligini biz bayqab chiqdik. Shunga o'xshash balkim ba'zi oddiy kallimizda ba'zi isbotlar faqat birla odamgo'man. Bu faqat shunday bir ishqo uni desam yo'g'ontib o'tgandek yoki muhim emasdek bilindi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bu bir jinoyat sodir bo'lyapti, irqiy qirg'inchilik sodir bo'lyapti. Buningga hech qanday dalil isbotni muhim emas deyiladi. Qanday isbot muhim? Masalan, ba'zi sharoitlarda faqat mening ishim o'tgan deb kechiringlar. Masalan, bir odamniki o'tgandimi guvohlik beryapmiz, o'zining o'g'liniki majburiy emgakka silinayotganligi to'g'riliq.
Masalan, bir ayolniki lagerga kirgan chog'da chechini tushirib o'tilganligi to'g'riliq. Masalan, bir odamniki lagerga kirgan chog'da ma'lum dorini yeygizilganligi yoki ukulning urg'izilganligi to'g'riliq. Mushundoq oddiy bir gaplar amaliyotda shu guvohlik berish jarayonida chiqadi. Ba'zilar unutilib qoldi, ko'chlab so'rash orqali deyildi. Lekin mushundoq narsalarniki hammasi bir dalil isbot bo'ldi. Bir odamga ukul urish, mayli sizga bir odamga ursa, bu balkim o'tab ketish mumkin. Lekin 100 odamga, 1000 odamga o'xshash ukul urish, yüzlab, minglab odamniki ayollarning chechini tushirib o'tish, ya'ni mushunga o'xshash zulmniki to'plangan taqdirda bu bir irqiy qirg'inchilikqa guvohlik bo'ldi degan gap. Shuningga har qanday guvohlikni san qarmaslik kerak, har qanday isbotni muhim yoki muhim emas deb qarmaslik kerak. O'zimizda bor har qanday narsa bo'lsa bizga topshirsak, buni biz sistemlik shaklda to'plab chiqqandan keyin buni analiz guruhga ayirib analiz qildi. Bu chaqda bu g'oyat zo'r bir guvohlik bo'ldi degan gap. Shuningga shu narsaga diqqat qilish kerak. Andan keyin shu guvohlik beruvchilarga deydigan bir talab to'la Allohda meniki dadam Ahmad yoki Samat buniki familiyasi cho'qim bo'lishi kerak. Andan keyin bir odamning uchurini berish uchun bu odamniki kimligi, qachon, nerda tug'ilganligi, yeshini to'liq bilmasa, uniki ish bo'lmasa, taxminan yeshi, madaniyat saviyasi, andan keyin xizmat o'rni yoki uniki kasbi. Mushunga o'xshash 5-6 xil uchur cho'qim mush odamniki kimligini, salohiyatini ifodalaydi. Agar laqim bo'lsa, laqimi degandek. Agar buningda biz masalan Baxtiyor desak, Baxtiyordan balkim Qashqarda 30'i 5-6'si, G'uljida 70-80 bo'lishi mumkin. Agar bu xildagi nimalarni chiqqan taqdirda albatta muhim. Lekin vaqti kelgan chog'da bu odamlarni izlash, chunki bu 1 yillik, 2 yillik ish emas. 10 yil, 20 yil hatto bu tarix bo'lib saqlanib qoldi. Hatto hozir 2 dunyo urushidagi ziyonkashlik uchirg'uvchilar hozirgacha tortib chiqarilib, ma'lum sotlarda sotilyapti. Shuning uchun uchur amal va to'liqroq. Faqat bo'lmasa taxminan, masalan, vaqt qatorliq nimalarni taxminan hech bo'lmasa bu odamningki munosabatlik urug' tuqqanlari, shu yashayotgan mahallasi, masalan, nurg'un odamlarniki Baxtiyor Qashqardan yoki G'uljidan deydi, bu Qashqarning naridan. Qaysi amal va uyining adresini deb beramiz, qaysi mahalladan, qaysi kentdan degandek shunday uchurlarni aytib muhim. Andan keyin yana birisi shu tutilish sababi. Tutilish sababini albatta nurg'un odam bilmaydi. Xitoyniki qamalni aytib kuchli bo'lganligi uchun. Lekin agar bilgan taqdirda qachon, nerda, kim tarafidan, qaysi sabablar bilan tutilgan, hozirgi ahvol qanday? Mush guvohlikniki shu bir necha muhim taraflari bor. Endi bizniki madaniyat saviyamizning o'xshamasligi, yeshimizniki o'xshamasligi, o'zimizniki tajribasining o'xshamasligi tufaylidan ba'zi uchurlar endi biz talab qilgan taqdirda o'xshash berilmasligi mumkin. Lekin oldi bilan bizniki shu to'g'ridagi arxivlashtirish sistemimizni to'ldirib, buningda nurg'un savollar va ham tafsiliy o'rinlashtirilgan xalqarodagi odamlarniki ziyonkashlik uchirishi, yana BDTniki, g'oyiblar gruppasiniki, Qizil Kirst jamiyatiniki, shundaqla boshqa xalqaro jamiyatlarniki sistemasiga asosan tuzib chiqarilgan bu arxivlashtirish sistemasi. Shuni bir qatim javob to'ldirib o'tgandan keyin biz videolik guvohlik bersak, bir qadar mukammalroq, bir qadar to'liqroq bo'ldi. Anadagi guvohlik bergan chog'da amal bo'lsa, ba'zilarniki hatto 1 minut, 2 minutga bormaydi. Chunki mush uchurlar kam bo'lib qolgan. Andan keyin yana bir narsa, mayli Facebook bo'lsin, mayli boshqa nimalar bo'lsin, bu videoni tarqatgan chog'da 3 minutdan tuvan bo'lsa, ko'p tarqalmaydi ekan. Bo'lsa amalba to'liq uchurni qo'yib buningga jiqroq qilib 3 minut atrofida qilsak, 3 minutdan oshqini nurg'un odamlarga 1 minutlik guvohlik qaraganda keng tarqaydi. Buni Facebook o'zi tarqatib beradi. Biz hech qanday nima qo'llanmagan taqdirda. Shuning shu narsalarga diqqat qilsak, qisqa guvohlik filmlari uchur to'liq bo'lmaydi.
hem tarqılış imçekliğine uçuraydı. Şununla guvalık amalba toluq olsa. Yana bir değişik tegishlik narsa bo'lsa, mushu har birimizniki o'zimiz bildigan masjidlar bor. Har birimizning o'zimiz bildigan balkim shu atrofdagi turma, saqchi o'rinlari degandek fikrlarimiz bo'lishi mumkin. Shu o'zimizning urug' tuqqanlariniki fikrlari bo'lishi mumkin. Mushuni cho'ng demay, kichik demay, muhim emas demay, hammasini ta'minlasak. Andan keyin yana birisi nurg'un shu tashkilotlar birligi bizga bu vazifani berdi. Lekin buningda shu bir necha davlatdagi tashkilotlar qurultay qatorliqlar bizga yaqindan moslashib ma'lumotlarni ta'minlagan bilan ko'p sondagi tashkilotlar buningda bir o'zida bor ma'lumotlarni bizga ta'minlash vaqti yetmidimi unda bir tirishchanlikni ko'rmadik. Shuning butun shaxslar shundaqla tashkilotlar mushu xalqaroliq mustaqil sud kollегияsi hamda bu bir Uyg'urlar uchun tarixiy bir voqea. Bundaq ish yana ikkinchi qatim, uchinchi qatim takrorlanmaydi. Bizniki hozirgi da'vo o'likimizniki nihoyatda muhim, bo'lmaydigan bir tarixiy bir voqea bo'lganligi uchun buni nihoyatda muhim tushunish. Hech bo'lmaganda oz bo'lsa-mu bir to'kisini qo'shish uchun tirishib ketishni butun Sharqiy Turkiston tashkilotlari shundaqla jamoatidan umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Mehmet To'xta efendim ve Baxtiyor Ömer efendim. Ahirde yana bir bergan qimmat ma'lumot va shundaqla alayda vaqt ajrib Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat, sizga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oxirida yana bir narsani qo'shimcha qilib qo'ygim keldi. Garchi bosuvchi Jeffrey Nice apandan tarkib topgan baholash shayti hech qanday haq talab qilmasimi, ammo sud kollegiyasining maslahatchi xodimlariga, qonuniy tadqiqotchilarga, yordamchi riyosatchilarga va boshqa dalil isbotlarni to'plab, uni sistemli holda arxivlashtirishga mas'ul xodimlarga Yevropaning o'lchami bo'yicha maosh berilishi kerak. Dastlabki mo'ljalga qaraganda mazkur sud kollegiyasini normal yuritish uchun 400 ming Amerika dollaridan ortiq chiqim ketadiganligi mo'ljallanmoqda. Navbatda Dunyo Uyg'ur qurultayining boshlamchiligida dunyoning har qaysi ellardagi vatanparvar qarindoshlarimiz orasida iyon to'plash safarbarligi jiddiy davom qilyotidi. Sizmi qurbatingizning yetishicha xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga yordam qiling va sizningmi bu tarixiy ahamiyatli harakatda bir kishilik hassangiz bo'lsin deyman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi bu Uyg'ur ovozi suhbat programmamiz shu yerda oxirlashdi. Yoqtirib ko'rganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.